Xo'sh, bu mashina Lacetti. Lacettini mana shungalar qildirishgan ekan. Zo'rbasi orqali qilib qo'yibdi. Bu mashinani hozir shu holatda olib chiqdik. Chexolcha ish qilyapti ekan. Chexollarni qilib, shu tarpedalarni hamma joylarini, aminatsiyalarni qildirmalar qilishyapti. Buni hozir bunga o'zini rolidan qo'yamiz. Jentrani yo'lidan qo'yamiz. Motor qo'yib qo'yilgan. Buni pultlarni qo'yib ishlatadigan qilib beramiz. Onli akvaprintlarni qo'yamiz. Pult qo'yamiz, registrator qo'yamiz. Qo'yingki mashinadek hamma kamchiliklarni qilamiz. Mashina ko'rib turibsizlar holatini. Biz yechintirmaganmiz, lekin yig'ib berish bizning bo'ynimizga tushyapti. O'sha mashinani yig'ib beramiz. Xudo xolasa egalarning ko'ngillaridek qilib berishga harakat qilamiz. Duo qilib turasizlar. Bitgandan keyin yana bitta to'liq video qilib tashlaymiz. Mana hozir mashinamiz yig'ish davomida simlarni mana tashlab hozir shayga o'tkazib oldik. Buni maylikka qo'yamiz. Kamerasi Riba Glass kameradan olgan. Mana bu qo'yiladi. Koseczkę. Hatırlayın. Lasettiğimiz ham tayyor bo'lib qoldi mana. Ajoyib bo'ldi mana. Xohlasa ishga baho berasizlar. Klient o'zlari xohlaganda qilib bera olinglar deyishgan edi mana. Chexollarni ham kiydirib, tablolarni ham terib, salonsi shinnilarni qilganmiz mana. Registrator, kamera, salonda yangi rullar. Mashina eski holatini ko'rgandilar, adashmasam. Mana endi bu bitgan holati. Mashinalarni bizga ishonaverasizlar. Xudo xolasa hammani ko'ngildagidek ish qilib, chiroyli qilib berishga harakat qilamiz.